Uyga xo'jalikka ishlatish uchun motoblok olmoqchiman. Narxi yengil bo'lsa, komplekt holatida sotib olaman degan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda 15 ot kuchli motobloklarimiz va motobloklarimiz uchun komplekt holatda aravalari bilan yetib kelgan akalar. Hozir bu komplektimizni sizlarga narxlarini yengil qilib tanishtirib o'tamiz akalar. Kimga mana shu turdagi komplekt holatda motobloklar yoki-da motoblokni o'zi yoki-da aravalardan kerak bo'lsa ham bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun 1 tonnadan 1,5 tonnagacha yuk ko'taradigan aravalarimiz, xohlaganlar uchun o'zini instrumentlarini solib yurish uchun va 500 kilogrammgacha yuk ko'taradigan aravalarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Va shuni aytib o'tishimiz kerak akalar, bizning do'konlarimizdan 30-yanvar sanasigacha mana shu komplektlardan yoki-da motobloklarimizdan birini xarid qilib olganingiz uchun mana shu atrofda hali ham pulga sotilayotgan benzapilamizni original modeli bo'ladi akalar. 1 yildan garantiyalargacha bor. Bu benzapilamizni sizlarga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Tekinga yutib olishning sharti aytib o'tganimda videoga hoziroq bitta like bosing va kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelib motobloklardan birini xarid qilib olganingizdan keyin do'kon ichida joylashtirilgan omadli baramanni aylantirib shu turdagi va shunga o'xshagan 100 xil noshq sovrinlardan birini 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shunday instrumentlarda to'liqroq yutib olish shartlarini, ma'lumotlarini tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz uyga ishlatish uchun xo'jalikbob, ro'zg'orbob modelda va tirikchilik qilish uchun ham qulayroq variantda motoblok ko'rsatgan degan akalarimiz uchun e'tibor bering. 15 ot kuchli benzinli motobloklarimizni har xil assortimentlardan olib kelib qo'ydik akalar. Xohlaganlar komplekt holatda, xohlaganlar o'zini отдельно sotib olishlaringiz ham mumkin. Hozirgi paytda aksa narxlarda ko'rib turgan motobloklarimizni aytib o'tganimda 190 motorlar bilan jihozlangan 15 ot kuchli motoblogimizni atiga 9 ot kuchli motoblok narxiga xarid qilib olishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Agroservis do'konlaridan kelib aytib o'tganimda videolarni shartini bajaring, videoga like bosing va kommentariyaga omad yozib qoldirib qo'ying. Kelganingizda bu motobloklarimizdan 9 ot kuchli motoblok narxiga 190 motorlar bilan jihozlangan 15 ot kuchli benzinli motobloklarimizni sizlar uchun tayyorlab beramiz. Xo'p, motoblogimizni ma'lumotlarini tanishtirishni boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turgan motoblogingiz yoqilg'i turi benzinli bo'ladi akalar. 15 ot kuchli 190 motorlar bilan jihozlangan, statorlarigacha qo'yib o'tilgan, xohlaganlar zavodnoy orqali ham yurgizish imkoniyatlaringiz bor. Va undan tashqari motoblogimizda oldiga LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizni hozirgi paytda motor qismi 190 15 ot kuchli bo'lganligi uchun yoqilg'i turi benzinli va soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Benzin tanlamas, benzinga avtol qo'shilmaydi akalar. Toza benzinni quyib ishlatib yurishlaringiz mumkin. Undan tashqari akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan, mashina akkumulyatorlaridan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizda reduktor qismlariga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan akalar. Reduktorlari bularida 650 talik reduktordan qo'yilgan varianti. Usulini qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Ichki tomon shesterni o'qlarini qalinroq shesterni o'qlardan qo'ydirib va bloklarigacha katta bloklardan qo'ydirib olib kelganmiz akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Motobloklarimiz uchun bemalol o'tiradigan jatkalar deysizmi, suv nasos kapchir apparatlarda ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Mos qismlariga ham bitta ahamiyat beringlar akalar. Mos qismlari ham qalin moslardan foydalanilgan bo'ladi. Motoblogimizning balonlari katta balonlardan qo'yilgan. Xohlaganlar uchun mana shunday gidravlikali variantlardan tayyorlab beramiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Burilish uchun juda ham qulay. Xohlaganlar uchun bez gidravlikali variantlardan ham bor akalar. Motoblogimizda rollari uzun varianti o'zingizga moslab ko'tarib, tushirib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda oldiga ikkita skorisi bor,
orqaga bitta skors bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizda e'tibor beringlar. Orqasida turgan aravamizda dishlari uzunroq qilib ishlangan, motoblogni boshqarishingiz uchun qulayroq qilib va undan tashqari o'tiradigan joylariga ham bemalol 2 kishi o'tirib ketish imkoniyatlari ham bor. Oyoqlarni tagi listdan, o'tiradigan joylari taxtadan qilib ishlangan bo'ladi. Undan tashqari aravamizning listlari e'tibor beringlar. Oddiy listlardan foydalanilgan bo'ladi. Balonlari mashina balon. Tag qismlariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Tag qismlari ham atrofi mana shunday listdan qoplab chiqilgan bo'ladi akalar. Xo'p, bu aravamizda bemalol 200 kg dan boshlab 500 kg gacha yuklaringizni tashib yurishingiz mumkin. O'zining yuklarini va undan tashqari bog'laringiz ichida kerakli bo'lgan mahsulotlaringizni toshishda ishlatishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun mana shunday komplekt holatda qilib beramiz. Xohlaganlar uchun motobloglarimizni o'zini xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, bu motoblogimizni e'tibor berishlaringiz mumkin. 450 talik, 350 talik variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularda bir-biridan farqi reduktorining katta kichikligi bo'ladi akalar. Bu ham 15 ot kuchli motoblok, 190 motorlar bilan jihozlangan, statorli, yoqilg'i o'tiri benzinli. Bu motoblogimiz bilan bir xil motoblok, lekin bu motoblogimizda rollari bez gidravlikali bo'ladi. Burilishlarga ozgincha qiyinchilik bilan buriladi. Xohlaganlarga mana shunday variantlardan ham qilib beraveramiz. Boshqarib yurgan akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Qulayroq varianti mana shunday pachineli varianti bo'ladi va oddiyroq variantni olmoqchi bo'lsangiz ham bemalol aravalarda yuklarni toshib yurishingiz mumkin. Motoblogimizda aytib o'tganimdek bir-biridan farqlari akalar, rollari bez gidravlikali variantida bo'ladi va undan tashqari reduktori bularda 450 talik reduktordan qo'yilgan bo'ladi. 450 talik, 350 talik va 550 talik, 650 talik korobkali variantlari bor. Hozirgi paytda bizning do'konimizda bu degani motobloglarimizning narxiga ham ta'sir qiladi akalar. Bularimizni hozirgi paytda narxlarini ham tanishtirib o'tib ketaveramiz. Motobloglarimizni hozirgi paytda eng arzon modeli aytib o'tganimda 9 ot kuchli motoblog narxiga olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, motoblogimiz eng arzon modelini 6,5 million so'mdan boshlab 8 million so'mgacha variantlari bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Sizga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, o'shalarining narxini yengil qilib, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Motobloglarimiz o'zining komplektlariga freza, dokument, kulich 1 yildan garantiyalarni qilib beramiz. Undan tashqari orqasida turgan teleshkamiz, e'tibor bering. Bularda endi listlari qalinroq, profildan foydalanilgan bo'ladi. Atrofi polni karkas qilib to'qib chiqilgan. Oyoqlarning tagi listdan, o'tiradigan joylari ham listdan qilib ishlangan bo'ladi. Va undan tashqari oddiy mana shu qanotini o'zida ham akalar 70 kilogacha bemalol yuklarni tashib ishlatishlaringiz mumkin. Aravamizni chuqurligi ham anchagina chuqur qilib ishlangan. Bemalol 1 tonnadan 1,5 tonnagacha yuklarni yuklab toshish imkoniyatlaringiz bor. Balonlari katta mashina balondan qo'yib ishlangan bo'ladi. Buni ham tag qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Bularda endi tag qismlari polniy profildan to'qib chiqilgan bo'ladi. O'rtasi frutdan foydalanilgan bo'ladi, balonning o'qlari. Bu aravamiz ham hozirgi paytda har xil modeli bor. Listlarning katta kichikligi, razmeriga qarab va undan tashqari sifatiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Hozirgi paytda bu aravalarimizni bizning do'konlarimizda 2 million 600 ming so'mdan boshlab akalar 3 million 500 ming so'mgacha mana shu turdagi aravalarimizdan olishlaringiz mumkin. Bu eng katta varianti 3 million 500 ming so'mlik varianti. Agarda sizga arzonchiroq variant kerak bo'lsa, mana arzonchiroq variantlarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Bularimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 2 million 200 ming so'mdan boshlab 2 million 800 ming so'mgacha mana shu turdagi modellardan ham olishlaringiz mumkin. Agarda undan ham arzonroq modeli kerak bo'lsa, mana akalar konteyner listli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Balonlari skuter balon bo'ladi. Bularimizni 2 million 600 ming so'mdan qilib beryapmiz. Standart bo'ladi, razmeri bir xil bo'ladi akalar bular. Undan tashqari aytib o'tganimdek 650 talik korobkaligini 8 million so'mgacha komplektda freza, dokument, kulich 1 yildan garantiyalari bilan olishlaringiz mumkin. 450 talik, 350 talik, 550 talik korobkali variantlarni esa 6,5, 7,5 7 million 800 ming so'mgacha narxlari kelishilgan holatda akalar.
Xohlaganlar komplekt holatda oladigan bo'lsalaring, videoni boshida aytib o'tganimdek, narxlarni anchagina yengillatib beramiz va undan tashqari xohlaganlarga upakovka, xohlaganlarga mana shunday yig'ilgan holatda motobloklarimizni tayyorlab bera olamiz. Undan tashqari videoni boshida aytib o'tdim, akalar, mana shu turdagi bonuslarni tekinga beramiz dedik. Videolarga like bosmagan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'ying va kommentariyaga kirib omadni yozib qoldirib qo'ying. Bizning do'konimizga kelib motoblok sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan omadli baramanda sizga bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. 1 so'm pulsiz kelib motoblokni aytib o'tilgan narxini arzoniga olishingiz mumkin va undan tashqari baramandni aylantirib shu joyda tushgan sovg'alardan birini ham 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Bu degani tashqarida ko'rsatib o'tganimda 700 ming, 800 ming, 1 million so'mgacha sotiladigan benzopilalar yokida shurpayor yokida bolgarka, drill shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrumentlardan birini 1 so'm pulsiz tekinga motoblogingiz uchun bonus sifatida olib ketishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimizni so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.